Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiya miqdori to'g'ri hisoblanayotganiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki pensiya bu oddiy raqam emas, bu har oy keladigan real pul, oilaviy budjet, dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va kundalik hayot bilan bevosita bog'liq masala. Men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Qayerga kirish kerak, nimalar kerak bo'ladi, qaysi xatolarga e'tibor berish zarur, pensiya kam chiqsa nima qilish kerak, hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa qayerga murojaat qilinadi. Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni pensiya yoshidagi yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki ko'p odamlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi, natijada yillar davomida kam pul olib yurishi ham mumkin. Avvallari pensiya miqdorini tekshirish ancha murakkab edi. Odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbat kutardi, pasport, mehnat daftarchasi, ma'lumotnomalar, ish staji bo'yicha hujjatlarni olib yurardi. Ba'zan bitta ma'lumotni olish uchun bir necha marta borishga to'g'ri kelardi. Kimdir qaysi hujjat yetishmayotganini bilmasdi. Kimdir ish haqi arxivda yo'qolgan bo'lsa, nima qilishni tushunmasdi. Yana bir muammo shuki, ko'pchilik pensiya qanday formula asosida hisoblanganini so'rashga tortinardi yoki tushuntirish yetarli bo'lmasdi. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirildi. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadigan bo'ldi. Endi odam o'z pensiya miqdori, pensiya turi, tayinlangan sana, to'lov holati yoki ayrim ma'lumotlarni onlayn tekshirishi mumkin. Buning uchun ko'pincha internet, telefon raqami, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami va elektron identifikatsiya vositalari kerak bo'ladi. Lekin men muhim bir narsani aytaman. Onlayn tekshirish hamma muammoni avtomatik hal qilib bermaydi. Onlayn tizim sizga ma'lumotni ko'rsatadi. Lekin agar ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ish staji to'liq ko'rinmasa, eski ish joyingizdagi ma'lumotlar bazaga tushmagan bo'lsa yoki familiya, ism, tug'ilgan sana bo'yicha farq bo'lsa, baribir aniqlashtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun bugun men sizga faqat qaysi tugmani bosishni emas, balki natijani qanday tushunishni ham tushuntiraman. Asosiy qism ben. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Avvalo pensiya miqdori nimaga bog'liq ekanini bilib olaylik. Pensiya odatda ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar va shaxsiy holatlarga qarab hisoblanadi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil tartibda belgilanmaydi. Har birining o'z shartlari bor. Agar odam uzoq yillar rasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni to'lagan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'ri bo'lsa, elektron bazalarda ma'lumotlar to'liq bo'lsa, odatda pensiya hisoblashda katta muammo chiqmaydi. Lekin odatda degani hech qachon muammo bo'lmaydi degani emas. Ayniqsa eski davrda ishlaganlar, korxonasi yopilib ketganlar, arxiv hujjatlari topilmayotganlar, turli viloyatlarda ishlaganlar, familiyasi turmushdan keyin o'zgargan ayollar, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davri stajiga kiradimi deb o'ylayotganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, birinchi real hayotiy vaziyatni olaylik. Dilbar opa 28 yoshga yaqinlashdi. U 1995 yildan 1935 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Keyin 2020 yildan 2020 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Fabrika allaqachon yopilgan. Agar fabrikaning arxivdagi ma'lumotlari topilmasa yoki mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr aniq bo'lmasa, o'sha 10 yil staj bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Natijada pensiya kutilgandan kam chiqishi ehtimoli bor. Dilbar opa onlayn tizimda o'z staji va pensiya ma'lumotlarini tekshirib, keyin oldindan arxiv hujjatlarini tayyorlab qo'ysa, pensiya tayinlash vaqtida yugur kamayadi. Ikkinchi misol, Anvar aka 63 yoshda pensiya oladi. U har oy bank kartasiga ma'lum summa tushishini biladi, lekin pensiyasi nima uchun aynan shu miqdorda ekanini hech qachon tekshirmagan. Bir kuni tanishi meniki oshdi, seniki nega oshmadi deb so'raydi. Anvar aka onlayn tekshirsa, pensiya turi, tayinlangan sana va to'lov ma'lumotlari ko'rinadi. Agar indeksatsiya yoki qayta hisoblashdan keyingi miqdor kartaga tushayotgan summa bilan mos kelmasa, u darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi mumkin. Bu yerda onlayn tekshiruv odamga nazorat imkonini beradi. Uchinchi misol.
Maftuna ismli ayolning otasi vafot etgan. Oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasi bor. U qaysi bolaga qancha to'lanadi? Muddat qanday? O'qiyotgan farzand bo'lsa qanday hujjat kerak? Buni bilmaydi. Onlayn xizmatlar orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish, ariza berish yoki murojaat yuborish mumkin. Lekin bu turdagi pensiyada hujjatlar aniq bo'lishi juda muhim. Tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi hujjat, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oilaviy holatga doir hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchidan, pensiya yoshiga 2-3 yil qolganlar. Chunki oxirgi oyda hujjat qidirish eng katta xato. Ikkinchidan, pensiyasi kutilgandan kam chiqqanlar. Uchinchidan, turli joylarda ishlaganlar, ayniqsa sobiq korxona yopilgan bo'lsa. To'rtinchidan, ayollar. Agar familiya o'zgargan bo'lsa yoki bola parvarishi davrini hisobga olish masalasi bo'lsa. Beshinchidan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki tibbiy komissiya qaroriga bog'liq to'lov oladiganlar. Oltinchidan, bank kartasiga tushgan summa bilan rasmiy tayinlangan summa orasida farq sezganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada bo'lsa, ish stajingiz uzluksiz va rasmiy bo'lsa, pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ma'lumotlar to'liq bo'lsa, karta tushumlari bilan ko'rsatilgan summa mos kelsa, xavotir uchun katta sabab bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men yilga kamida bir marta tekshirishni maslahat beraman. Chunki qonunchilik, indeksatsiya, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlar va shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi pensiyani onlayn tekshirish uchun eng asosiy yo'llarni tushuntiraman. O'zbekistonda odatda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni My.gov ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, pensiya jamg'armasining rasmiy axborot resurslari, ayrim mobil ilovalar yoki rasmiy botlar orqali ma'lumot olish imkoniyatlari ham bo'lishi mumkin. Eng muhimi, faqat rasmiy manbalardan foydalaning. Begona saytga pasport ma'lumotini, bank karta raqamini, SMS kodni kiritmang. Pensiya ma'lumotini tekshirish bahonasida firibgarlar sizga qo'shimcha pul chiqibdi, kartangizni tasdiqlang deb aldashi mumkin. Amaliy jarayon odatda shunday bo'ladi. Avvalo My.gov uz saytiga kirasiz. Agar sizda OnID orqali kirish imkoniyati bo'lsa, shaxsiy kabinetingizga kirasiz. OnID bu davlat xizmatlarida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladigan yagona identifikatsiya tizimi. Kirishda telefon raqamingiz, parol, SMS kod yoki elektron raqamli imzo talab qilinishi mumkin. Agar avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Bunda pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHIR telefon raqami kerak bo'lishi mumkin. Shaxsiy kabinetga kirgandan keyin qidiruv maydoniga pensiya miqdori, pensiya ma'lumoti, nafaqa kabi so'zlarni yozib ko'ring. Xizmat nomlari vaqt o'tishi bilan biroz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bitta so'z bilan topilmasa, boshqa yaqin so'zlarni sinab ko'ring. Kecha xizmatni ochgach, tizim sizdan shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Ba'zi holatlarda ma'lumot avtomatik chiqadi. Ba'zida ariza shaklida murojaat yuboriladi. Agar xizmat orqali pensiya miqdori ko'rsatilsa, ekranda odatda tayinlangan pensiya turi, miqdori sanasi, to'lov holati yoki shaxsga doir asosiy ma'lumotlar ko'rinishi mumkin. Siz bu ma'lumotni bank kartangizga tushayotgan summa bilan solishtiring. Masalan, tizimda 22 ming so'm ko'rinsa, lekin kartaga 20 ming so'm tushsa, darhol vahima qilmasdan sababini tekshirish kerak. Ehtimol, ayrim ushlab qolishlar, aliment, qarzdorlik, kredit bo'yicha avtomatik yechimlar yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu farq tushuntirilmasa, rasmiy murojaat qilish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi xato. Odam onlayn tizimda ma'lumot chiqmasa, demak, menga pensiya yo'q ekan deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ma'lumot chiqmasligi turli sababli bo'lishi mumkin. Tizimda texnik nosozlik, shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, telefon raqami boshqa shaxs nomida bo'lishi, OneID to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi, xizmat vaqtincha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qayta urinib ko'rish, boshqa brauzerdan kirish, internetni tekshirish yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak. Ikkinchi xato, odam faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qiladi. Bank kartasiga tushgan pul yakuniy natija bo'lishi mumkin. Lekin uning o'rtada tayinlangan pensiya, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov, ushlab qolish yoki kechikkan to'lov kabi jarayonlar turadi. Shuning uchun rasmiy pensiya ma'lumotini ko'rish muhim. Uchinchi xato, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik stajga kiradi deb o'ylash.
amalda yozuv aniq muhr to'g'ri ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari ko'rsatilgan. Korxona nomi tushunarli bo'lishi kerak. Eski yozuvlarda sana noto'g'ri bo'lsa, lavozim yozilmagan bo'lsa yoki muhr o'qilmasa, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. 4-chi nozik jihat ish haqi haqidagi ma'lumot. Pensiya miqdoriga ish haqi ham ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar uzoq yillar yaxshi maosh olgan, lekin hujjatlarda bu tasdiqlanmasa, hisob-kitobda kutilgan natija chiqmasligi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari muhim bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin ish haqi ma'lumotlari bor yo'qligini aniqlash foydali. 5-chi nozik jihat norasmiy ish davrida. Ko'p odamlar men 20 yil ishlaganman deydi, lekin shundan 8 yil norasmiy bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi rasmiylashtirmagan, to'lovlar qilinmagan, hujjat yuritilmagan bo'lsa, buni isbotlash qiyinlashadi. Bu juda og'riqli masala. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga ham aytaman. Bugungi rasmiy ish stajingiz ertangi pensiyangizga ta'sir qiladi. Hozir qo'lga naqd olaman, keyin ko'ramiz degan qaror kelajakda pensiya kam bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. 6-chi jihat familiya, ismi otasining ismi farqlari. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan bo'lsa, yoki otasining ismi bir joyda qisqartirilgan. Boshqa joyda to'liq yozilgan bo'lsa, tizimda moslik muammosi chiqishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 7-chi jihat imtiyozli staj va maxsus sharoitlar. Ayrim kasblarda ishlaganlar, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, pedagoglar, tibbiyot xodimlari, harbiy xizmat qilganlar yoki boshqa maxsus toifadagilar uchun qo'shimcha shartlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy onlayn ma'lumot yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz ishlagan joyingizdan aniq ma'lumotnoma, lavozim, ish sharoiti, buyruq nusxalari, arxiv tasdiqlari kerak bo'lishi mumkin. 8-chi jihat pensiyani qayta hisoblash. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettiradi. Bunday holatda qonunchilikka qarab, keyinchalik qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar to'g'ri aks etayotganini tekshirish foydali. Lekin har bir vaziyatda avtomatik o'shadi deb o'ylamang. Qayta hisoblashning o'z tartibi, muddati va shartlari bo'ladi. 9-chi jihat to'lov sanasi. Ba'zan pensiya kamaydi deb o'ylashadi. Aslida to'lov sanasi siljigan. Bayram kunlari, bank amaliyotlari yoki texnik kechikishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin kechikish davom etsa, bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham aniqlashtirish kerak. Endi men sizga aniq amaliy reja beraman. 1-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHIR, telefon raqamingiz, agar bor bo'lsa elektron raqamli imzo, mehnat daftarchasi, nikoh yoki familiya o'zgarish haqidagi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar va boshqa tegishli hujjatlarni bir joyga to'plang. 2-qadam MyPodcopuz orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar kira olmasangiz, telefon raqamingiz sizning nomingizda ekanini tekshiring. OnID ro'yxatdan o'tganini aniqlang. Kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring va hisobingizni to'g'ri faollashtirib oling. Ko'p odamlar aynan kirish bosqichida qiynaladi. Lekin bir marta to'g'ri so'zlab olsangiz, keyin boshqa davlat xizmatlaridan ham foydalanish osonlashadi. 3-qadam portalda pensiyaga oid xizmatni toping. Qidiruvga pensiya deb yozing. Agar ma'lumot olish xizmati bo'lsa, uni oching va tizim ko'rsatmalariga amal qiling. Agar ariza yuborish kerak bo'lsa, arizani shoshmasdan to'ldiring. Ism, familiya, pasport seriyasi va raqami, JSHIR, yashash manzili, telefon raqami xatosi yozilishi kerak. Bitta raqam xato bo'lsa ham murojaat noto'g'ri ketishi yoki javob kechikishi mumkin. 4-qadam chiqqan ma'lumotni saqlab qo'ying. Agar tizimda yuklab olish yoki chop etish imkoniyati bo'lsa, faylni telefoningizga saqlang. Screenshot qiling. Chunki keyin pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qilganingizda mana tizimda bunday ko'rsatgan, kartaga esa bunday tushgan deb aniq ko'rsata olasiz. 5-qadam pensiya miqdorini tushum bilan solishtiring. Oxirgi 3-6 oy kartaga tushgan summalarni ko'rib chiqing. Bank ilovasidan ko'chirma oling. Agar har oy bir xil tushayotgan bo'lsa va rasmiy ma'lumot bilan mos bo'lsa yaxshi. Agar farq bo'lsa, farq qachondan boshlanganini aniqlang. Masalan, yanvarda 1200 million so'm tushgan,
fevralda 1000-2000 million, martda 1000-3000 ming bo'lgan bo'lsa, bu indeksatsiya yoki qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Aksincha 1000-3000 milliondan 1100 mingga tushib qolsa, sababini aniqlash kerak. 6-qadam staj bo'yicha oldindan tekshiruv qiling. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yili qayerda ishladingiz, ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, korxona nomi. Hozir korxona bormi yoki yopilganmi? Bularni yozib chiqing. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlashga harakat qiling. Bu ishni pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas. Kamida 1 yil oldin boshlagan ma'qul. 7-qadam. Agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy murojaat yozing. Murojaatda shunday yozish mumkin: mening pensiya miqdorim va hisoblangan ish stajim bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Mehnat faoliyatimning falon yildan falon yilgacha bo'lgan davri hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Murojaatni my.otokub.uz orqali, pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali yoki hududiy bo'limga borib topshirish mumkin. 8-qadam, javobni kuting va javobni tahlil qiling. Rasmiy javobda qaysi davr hisobga olingani, qaysi hujjat yetishmayotgani, nima sababdan rad etilgani yoki qaysi asosda miqdor belgilanganini ko'rsatishlari kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rash mumkin. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda boshqa organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksa odamlar telefon orqali SMS kod, OneID, portal, elektron ariza degan narsalarda qiynaladi. Ularni ayblamang. Hujjatlarni olib yo'lda o'tirib birga tekshiring. Lekin juda muhim qoida: ularning rozligisiz shaxsiy ma'lumotlardan foydalanmang. SMS kod va parollarni begonalarga bermang. Agar siz ota-onangizga yordam bersangiz ham, hammasini ochiq va tushunarli qiling. 10-qadam, ma'lumotlaringizni xavfsiz saqlang. Pensiya bilan bog'liq firibgarliklar ko'payishi mumkin. Kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshibdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini aytsangiz pul tushiramiz, pasport rasmingizni yuboring desa, ishonmang. Davlat idoralari odatda bank kartangizning to'liq raqami, CVV kodi yoki SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Bunday ma'lumotni bersangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat: har yili bir marta pensiya papkasini yangilang. Unda pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, bank tushumlari, rasmiy javoblar, skrinshotlar, murojaat raqamlari bo'lsin. Bu papka qog'oz ko'rinishda ham, telefon yoki kompyuterda elektron ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Ertaga biror bahsli holat chiqsa, sizda dalillar tayyor turadi. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, bu video sizga tegishli emas deb o'ylamang. Aksincha, eng katta xulosa aynan yoshlar uchun: rasmiy ishlash, ish stajini nazorat qilish, mehnat shartnomasi bilan ishlash, ish beruvchining to'lovlarni amalga oshirayotganini tekshirish kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Bugun 2-3 yil norasmiy ishlash unchalik sezilmasligi mumkin. Lekin o'tgan yildan keyin pensiya hisobida bu juda katta farq qilishi mumkin. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn tekshirishning asosiy yo'llarini, nimalarga e'tibor berish kerakligini, qaysi xatolar ko'p uchrashini va muammo bo'lsa, qanday harakat qilishni tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, pensiya miqdorini nazorat qilish kerak. Davlat o'zi biladi, kartaga tushyapti-ku. Endi nima bo'lsa bo'ldi deb befarq qarash to'g'ri emas. Har bir so'm sizning mehnatingiz, stajingiz va huquqingiz bilan bog'liq. Hozirning o'zida my.otokub.uz orqali shaxsiy kabinetingizni tekshirib ko'ring. Pensiyadagi yaqinlaringizga yordam bering, hujjatlarni tartibga keltiring. Agar pensiya miqdori, staj yoki to'lov bo'yicha shubhangiz bo'lsa, rasmiy murojaat qiling va yozma javob oling, kommentariyada yozing. Siz pensiya miqdorini onlayn tekshirib ko'rganmisiz? Tizimda ma'lumot chiqyaptimi? Qanday mavqeda to'lagansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu mavzu bugun bitta odamga, ertaga esa butun oilaga foyda berishi mumkin.